Singapurga borsangiz, ko'z oldingizda biror keksa odam devordan sakrab o'tib ketib qolsa, hayratga tushmang. Chunki bu davlatda qariyalar parkur bilan shug'ullanmoqda. South China Morning Post'ning yozishicha, Singapur shahrida 2017-yilda geriatrik parkur nomli loyiha ishga tushirilgan. Undan asosiy maqsad esa keksa yoshdagi insonlarda epchillikni rivojlantirish va maishiy jarohatlar xavfini kamaytirishdan iborat bo'lgan. Hozirda loyihada 50 yoshdan 83 yoshgacha bo'lgan 20 nafarga yaqin kishi qatnashmoqda. Ular orasida erkaklar ham, ayollar ham bor. Parkur murabbiylaridan biri Tan Shing Buning aytishicha, keksalar ko'pincha harakatlar muvofiqligi sustligi, muvozanatni yo'qotish va epchilik yetishmasligi ortidan yiqilganda jiddiy jarohat oladi. Parkur esa turli vaziyatlarda tezkor javob qaytarishga o'rgatadi. Loyiha ishtirokchilari allaqachon parkurning turmush tarzlariga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlamoqda.